Assalomu alaykum amaga. Mana bugun lis cho'pa degan pichog'imizdan kelgan, uchib ketgan. Bundan yana yangitdan yasayapmiz. Zakalka qilamiz kesib qo'yganimizdan keyin. Ish jarayoni ketyapti. Mana tayyor holatda. Endi bu pichog'imizni amalda sinab ko'ramiz. Birlik listimizga tuproq ko'rdik. Bu stanogimizga har xil turdagi konstruksiyalarni ishlab chiqarsa bo'ladi. Uy deysizmi, ko'chma, magazinlarni, любой turdagi 3D format bergandan keyin o'zi o'lchab, o'zi kesib, tayyor mahsulot holatiga keltirib chiqaradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.